Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz nafaqat nafaqaxo'rlar uchun, balki ularning farzandlari, nabiralari, umuman olganda jamiyatimizning har bir a'zosi uchun nihoyatda muhim va xavotirli yangilikdir. Men bugun sizga 2026 yil iymaydan boshlab kuchga kiradigan va minglab, balki millionlab pensionerlarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan juda yomon xabarni yetkazish uchun shu yerda turibman. Bu ma'lumotni bilishingiz shart. Chunki u sizning kelajagingizga, yaqinlaringizning moddiy ahvoliga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, har bir so'zimga e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki unda nafaqat muammoning o'zi, balki uni qanday hal qilish bo'yicha aniq tavsiyalar ham mavjud. Hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda qadrdonlarim? Uzoq yillar davomida mamlakatimizda pensionerlar uchun ish faoliyatini davom ettirish va shu bilan birga davlat pensiyasini to'liq olish imkoniyati mavjud edi. Bu ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun muhim qo'llab-quvvatlash manbai bo'lib keldi. Ya'ni inson pensiya yoshiga yetgandan so'ng agar u hali ham ishga layoqatli bo'lsa va ishlashni xohlasa, u ham maosh olardi. Ham pensiyasini kamaytirmasdan hech qanday cheklovlarsiz olishda davom etardi. Bu tizim juda adolatli va ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan edi. Chunki u kishiga nafaqat o'z mehnatiga qarab yashash, balki qo'shimcha daromad orqali hayot sifatini yaxshilash imkoniyatini berardi. Masalan, professorlar, shifokorlar, o'qituvchilar, muhandislar kabi ko'plab malakali mutaxassislar pensiyaga chiqqanidan keyin ham o'z bilimlari va tajribalarini yosh avlodga yetkazishda davom etishar. Shu bilan birga o'z pensiyalarini ham olishardi. Ularning jamiyatga qo'shayotgan hissasi juda katta edi. Ammo hurmatli do'stlar, 2026 yil iymaydan boshlab bu tizimda jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Yangi qabul qilingan qonun hujjatlariga ko'ra, endilikda ishlayotgan pensionerlarning daromadlari ham pensiya, ham oylik ish haqi aniq bir belgilangan chegara miqdoridan oshib ketsa, ularning pensiyalarini indeksatsiya qilish to'xtatiladi yoki hatto ma'lum sharoitlarda butunlay to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu yangilik ayniqsa yuqori malakali, tajribali va yaxshi maosh oladigan ish joylarida faoliyat yuritayotgan pensionerlarimiz uchun juda yomon oqibatlarga olib kelishi kutilmoqda. Endi ular ishlayman desam, pensiyam yo'qoladi, pensiya olaman desam, daromadim kamayadi degan ikkilanish oldida qolishadi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ijtimoiy faollikka ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Davlat bir tomondan keksa yoshdagi mutaxassislarning tajribasidan foydalanishga intiladi. Ammo boshqa tomondan yangi qoidalar bu intilishlarga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holat mamlakatdagi ijtimoiy adolat tamoyillariga ham zid bo'lib ko'rinadi. Chunki odamlar umr bo'yi soliq to'lab, jamiyat rivojiga hissa qo'shgandan so'ng keksalikda o'z mehnatlari uchun yarasha rag'batdan mahrum bo'lmoqdalar. Asosiy qism 1: nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanish kerak va kimlarga xavotirlanish shart emas, keling. Endi bu yangilikning tafsilotlarini chuqurroq ko'rib chiqaylik. Chunki har bir holat o'ziga xos. Bu sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Qonunning asosiy mazmuni shundan iboratki, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz va sizning rasmiy ish joyingizdan olayotgan oylik ish haqingiz miqdori, BHMning bazaviy hisoblash miqdori belgilangan qaror miqdoridan oshsa, pensiya to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Aytaylik, yangi qonun bo'yicha agar sizning oylik ish haqingiz BHMning 5 baravaridan taxminan 7 million so'm oshsa, sizning pensiyangiz har yili qayta indeksatsiya qilinmaydi. Ya'ni uning miqdori 2026 yil iymay holati muzlatib qo'yiladi. Ammo agar sizning oylik ish haqingiz BHMning 10 baravaridan taxminan 3,4 million so'm oshsa, sizning pensiyangizning bir qismi, masalan, 20 yil o'tmay vaqtinchalik to'xtatiladi. Bu ayniqsa katta tajribaga ega, yuqori lavozimlarda ishlayotgan va nisbatan yuqori maosh oluvchi pensionerlar uchun dolzarbdir. Kimlar xavotirlanish kerak? Yerin, yuqori maosh oluvchi ishlayotgan pensionerlar. Tasavvur qiling, siz oliy o'quv yurtida professor bo'lib ishlaysiz. Pensiyangiz 2 million so'm, ish haqingiz esa 6 million so'm. Umumiy daromadingiz 8 million so'm. Ilgari siz bu pulni bemalol olardingiz. Endi esa yangi qoidaga ko'ra sizning 6 million so'mlik oylik ish haqingiz BHMning 10 baravaridan oshganligi sababli sizning pensiyangizning bir qismi to'xtatib qo'yilishi mumkin.
yoki hech bo'lmaganda indeksatsiya qilinmaydi. Demak, narxlar oshsa ham sizning pensiyangiz miqdori o'zgarmasdan qolaveradi. Bu esa vaqt o'tishi bilan uning xarid qobiliyatini pasaytiradi. Yoki siz yirik korxonada yuqori lavozimda ishlagan sobiq bosh muhandissiz, pensiyangiz 2 million so'm, oyligingiz 7 million so'm. Siz ham xuddi shu muammoga duch kelasiz. 2 yoki undan ortiq ish joyida ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar bir emas, 2 joyda ishlashi mumkin. Masalan, yarim stavkada universitetda dars berib, yana bir joyda maslahatchi sifatida faoliyat yuritishadi. Ikkala joydan olayotgan maoshlarning yig'indisi yuqorida aytilgan chegaradan oshsa, ular ham xavotirga tushishlari kerak. Aytaylik, bir joydan 3 million so'm, ikkinchi joydan 2,5 million so'm olib jami 5 million so'm daromadga ega bo'lsangiz, sizning pensiyangiz bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Bu ham 5 ning 10 baravaridan ancha yuqori bo'ladi. O'sha maxsus ustamalar oladigan pensionerlar. Ba'zi sohalarda, masalan, fan doktorlari, xizmat ko'rsatgan artistlar yoki maxsus xizmatlar uchun ustama oluvchi pensionerlar bor. Agar ularning ustamalar bilan birgalikdagi ish haqlari belgilangan chegaradan oshsa, ular ham pensiyalarni to'liq hajmda ola olmasliklari yoki indeksatsiyasiz qolishlari mumkin. Masalan, agar siz fan doktori bo'lib, oyligingizga fan darajasi uchun ustama qo'shilib, umumiy ish haqingiz 1 million so'mga yetsa, bu sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlarga xavotirlanish shart emas? Biri, ishlamaydigan pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va hech qayerda rasman ishlamasangiz, bu o'zgarishlar sizga umuman ta'sir qilmaydi. Sizning pensiyangiz belgilangan tartibda indeksatsiya qilinishda davom etadi va hech qanday cheklovlar qo'llanmaydi. Bu eng asosiy guruhdir va aksariyat pensionerlar aynan shu guruhga kiradi. 2 kam maosh oluvchi ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, lekin rasmiy ish joyingizdan olayotgan oylik ish haqingiz BHMning belgilangan karra miqdoridan, masalan 5 barobardan oshmasa, siz ham xavotirlanishga hojat yo'q. Sizning pensiyangiz to'liq hajmdagi. Barcha indeksatsiyalar bilan birga to'lanadi. Misol uchun, siz kichik bir korxonada farrosh bo'lib ishlaysiz. Oyligingiz 1 million so'm. Bu miqdor BHMning 5 barovaridan ancha kam. Demak, sizga bu qoida ta'sir qilmaydi. Siz ham pensiyangizni ham maoshingizni to'liq olasiz. 3 yarim stavkada yoki minimal ish haqi evaziga ishlayotganlar. Ko'pgina pensionerlar sog'lig'i yoki yoshiga ko'ra to'liq ish kunda ishlay olmaydi va yarim stavkada yoki eng kam ish haqi evaziga faoliyat yuritishadi. Ularning daromadlari ham yuqoridagi chegaralardan oshmasligi sababli ular ham bu o'zgarishlardan jabr ko'rmaydilar. Masalan, siz kutubxonada yarim stavkada ishlayapsiz va oyligingiz 800 ming so'm. Bu sizga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Shunday qilib, hurmatli do'stlar, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz va yuqorida aytilgan daromad chegara miqdoridan ortiq maosh olayotgan bo'lsangiz, hozirdan o'z vaziyatingizni tahlil qiling. Bu juda muhim. Asosiy qism 2. Qonundagi istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar bu kabi har qanday qonunda bo'lgani kabi. Ushbu yangi qoidada ham bir qancha istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni tushunish sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, istisnolar. Qonunda odatda ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida shartlar ko'zda tutilishi mumkin. Masalan, ba'zi mamlakatlarda jismoniy imkoniyati cheklangan pensionerlar yoki davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun mukofotlangan pensionerlar uchun bunday cheklovlar qo'llanmasligi mumkin. O'zbekiston misolida ehtimol Chernobil AES avariyasi oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar yoki davlat mukofotlariga ega bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolar uchun bunday cheklovlar amal qilmasligi mumkin. Bu bo'yicha qonun matnini diqqat bilan o'rganish lozim. Chunki bu istisnolar har doim ham ommaga keng e'lon qilinmaydi. Agar siz ushbu toifalardan biriga kirsangiz, mutaxassis bilan maslahatlashib, o'z huquqlaringizni aniqlashtiring. Ehtimol sizga bu yangilik ta'sir qilmas. Ikkinchidan, qaltis jihatlar. Eng katta qaltis jihatlardan biri bu rasmiy daromad tushunchasidir. Yangi qoidalar faqat rasmiy, ya'ni soliq to'lanadigan va pensiya jamg'armasiga ma'lumot beriladigan ish haqi daromadlariga tegishli. Agar siz, masalan, dehqonchilikdan, uy-joy ijarasidan yoki boshqa rasmiy faoliyatdan qo'shimcha daromad olayotgan bo'lsangiz, bu daromadlar hozircha pensiya hisob-kitoblariga ta'sir qilmaydi. Ammo esda tutingki, kelajakda soliq tizimining takomillashishi bilan bu turdagi daromadlar ham nazoratga olinishi mumkin.
Hozircha esa rasmiy ish haqingizdan boshqa manbalardan olingan daromadlar pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Yana bir qaltis jihat bu BJM ning o'zgarishi. Bazaviy hisoblash miqdori BJM davriy ravishda o'zgarib turadi. Agar BJM miqdori oshsa, pensiya to'lovlariga ta'sir qiluvchi daromad chegarasi ham oshadi. Bu bir tomondan yaxshi, chunki ko'proq pensionerlarning pensiyalari saqlanib qolishi mumkin. Biroq ikkinchi tomondan, agar BHM pasaysa, garchi bu kamdan kam hol bo'lsa-da, chegara ham pasayadi va ko'proq odamlar cheklovlar ostida qolishi mumkin. Shuning uchun BHM ning o'zgarishini muntazam kuzatib borish juda muhimdir. Uchinchidan, noaniq nüanslar. Bu qonun 1-martda amalga kiritilayotgani sababli amaliyotda ko'plab noaniqliklar va talqin qilishga muhtoj bo'lgan jihatlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyaning qaysi qismi to'xtatiladi? Faqat asosiy pensiya summasi yoki unga qo'shiladigan barcha ustamalar ham, yoki agar pensioner bir necha oy davomida yuqori maosh olib, keyinroq kam maoshli ishga o'tsa yoki umuman ishni to'xtatsa, uning pensiya to'lovlari qanday qayta tiklanadi? Indeksatsiya qilinmagan pensiya keyinchalik qayta indeksatsiya qilinadimi? Bu kabi savollarga javobni qonunning ijro mexanizmlari va amaliyotda sharhlanadigan tartiblar beradi. Shuningdek, pensiya jamg'armasining axborot tizimlari qanchalik tez va samarali ishlashi ham muhim. Oylik ish haqi va pensiya ma'lumotlarining muntazam almashinuvi va bu ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishda xatoliklarning oldini olish kerak. Ba'zan texnik nosozliklar yoki ma'lumotlardagi xatolar tufayli ham pensionerlar adolatsiz cheklovlarga duch kelishi mumkin. Bunday holatlarda o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qila olish muhimdir. Yana bir muhim nuans shundaki, qonun qabul qilingan bo'lsa-da, uning ijrosini ta'minlovchi qo'shimcha hujjatlar, nizomlar va yo'riqnomalar hali to'liq ishlab chiqilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi tafsilotlar aynan shu hujjatlarda aniqlanadi. Shuning uchun 2026 yil in mayga qadar qonunosti hujjatlarning o'zgarishlarini kuzatib borish va ularni o'rganish zarur. Amaliy tavsiyalar tomoshabin nima qilishi kerak? Qadrdonlarim, tushunib turibman, bu yangiliklar sizni xavotirga solishi mumkin. Ammo vahimaga tushishga hojat yo'q. Har qanday vaziyatda ham muammoni hal qilishning yo'llari mavjud. Mana siz uchun aniq va amaliy tavsiyalar. 1. Vaziyatingizni to'g'ri baholang. Birinchi navbatda yuqorida aytib o'tilgan kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarga xavotirlanish shart emas qismlarini diqqat bilan qayta o'qing. Agar siz ishlamaydigan pensioner bo'lsangiz yoki ish haqingiz BHM ning belgilangan karra miqdoridan oshmasa, xavotirlanishga hojat yo'q. 2. Ish haqingizni va pensiya miqdorini aniqlashtiring. Keyingi muhim qadam sizning hozirgi oylik ish haqingiz va olayotgan pensiya miqdorini aniq bilib olish. Buni ish joyingizning buxgalteriyasidan yoki pensiya jamg'armasi hududiy bo'limidan bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, hozirgi kunda BHM bazaviy hisoblash miqdori qancha ekanligini bilib oling. Bu raqamlar sizga o'z holatingizni yangi qonun talablariga solishtirishda yordam beradi. 3. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 2026 yil mayga yaqinroq yoki hozirdan boshlab yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Ulardan yangi qonun hujjatlarining sizning shaxsan holatingizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirishni so'rang. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazlari orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Nimalarni so'rash kerak? Mening hozirgi pensiya miqdorim yangi qonun asosida qanday o'zgaradi? Mening oylik ish haqqim bilan birga pensiyam indeksatsiya qilinadimi yoki muzlatiladimi? Agar pensiyamning bir qismi to'xtatilsa, qancha miqdorda to'xtatiladi va qaysi sharoitlarda u qayta tiklanishi mumkin? Qonundagi istisnolar menga tegishlimi? Nimalarni tayyorlash kerak? Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, oxirgi 3-6 oylik ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyingizdan olasiz. Bu hujjatlar sizning vaziyatingizni tushuntirishda yordam beradi. Huquqshunos bilan maslahatlashing. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidan olgan javoblar sizni qoniqtirmasa, professional huquqshunos yoki pensiya huquqi bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Ular sizga qonun matnini to'g'ri talqin qilishda, o'z huquqlaringizni himoya qilishda va kerak bo'lsa, tegishli arizalar yoki shikoyatlar yozishda yordam beradi. 5. Ish joyingiz bilan muzokaralar olib boring. Agar sizning ish haqingiz chegara miqdoridan ozgina oshib ketayotgan bo'lsa va bu sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatsa,
ehtimol ish beruvchingiz bilan muzokaralar olib borish imkoniyatini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ba'zan ish beruvchilar xodimning pensiyasi muhimligini tushunib, ish haqi yoki lavozimni qayta ko'rib chiqishga tayyor bo'lishlari mumkin. Masalan, ish hajmini yoki stavkani o'zgartirish orqali. Bu nozik masala, lekin ba'zida yechim topish mumkin. 6. Ijtimoiy tarmoqlar va jamoat tashkilotlarida faol bo'ling. Shu kabi muammolar jamoatchilik e'tiboriga tushsa, ba'zan qonunlarga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi, Mehnat vazirligi, xalq qabulxonalari va deputatlarga o'z murojaatlaringizni yozing. Jamoaviy murojaatlar har doim kuchliroq ta'sirga ega bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz 2026 maydan kuchga kiradigan va ishlayotgan pensionerlar uchun juda noxush yangilik bo'lgan pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni atroflicha muhokama qildik. Ushbu o'zgarishlarga ko'ra yuqori maosh oluvchi ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari indeksatsiya qilinmasligi yoki hatto bir qismi to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu albatta ko'plab insonlar uchun qiyin vaziyatni yuzaga keltiradi. Asosiy xulosa shuki, hozirdan o'z vaziyatingizni aniqlab oling, zarur hujjatlarni to'plang va pensiya jamg'armasi mutaxassislari yoki huquqshunoslar bilan maslahatlashing. Ignor qilish eng yomon yechimdir, faol bo'ling. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, ushbu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, azizlar.